Suriyadagi druzlar hukumatga qarshi chiqayotgan sirli xalq va Isroilga yuz tutayotgan haqiqat. Turkiya-Isroil munosabatlari qulash arafasida yangi front ochilyaptimi? Bu biznes. Peskov Ukrainaga qurol yetkazib berishning yangi sxemasiga izoh berdi. Tojikiston Ro'g'un gaz elektr energiyasini O'zbekistonga 20 yil davomida yetkazib beradi. Xitoy, Shimoliy Koreya va Rossiya Yaponiya mudofaa rasmiysi ogohlantirish bilan chiqdi. Iroq markazida dahshatli falokat, 50 ga yaqin odam halok bo'ldi. Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Suriyadagi druzlar hukumatga qarshi chiqayotgan sirli xalq va Isroilga yuz tutayotgan haqiqat. Yaqin Sharqning notinch xaritasida kamdan-kam tilga olinadigan, ammo chuqur ildizlarga ega bir xalq bor. Druzlar. Asrlar davomida ular diniy sir-sinoatga o'ralgan, siyosatdan chetda turishga uringan. Lekin bugun ular Suriyada eng ko'p gapirilayotgan jamoaga aylanishmoqda. Chunki ular endi sukut saqlamayapti, ular norozilik bildirmoqda, qurol ko'tarmoqda va hatto o'z qadimiy dushmani deb qaralgan Isroilga yuz tutmoqda. Nega? Druzlar 11-asrda islomning Shia mazhabidan ajralib chiqqan va o'ziga xos falsafiy e'tiqod asosida shakllangan jamoa. Ularning dini sirli, yopiq va tashqi dunyoga yopilgan. Faqat yetuk maxfiylik qasamyodidan o'tgan a'zolar ichki diniy ilmlarni o'rganishi mumkin. Suriyada bu jamoa asosan Janubiy Suvayda viloyatida yashaydi va mamlakat aholisining taxminan 3% tashkil etadi. Suriyadagi fuqarolar urushi yillarida druzlar iloji boricha betaraf bo'lishga harakat qilishdi. Ular Assad hukumatini ham, muxolifatni ham to'liq qo'llamadi. Ammo oxirgi yillarda ularning sabri tugay boshladi. Sababi aniq, Suvayda viloyatida hayot og'irlashdi. Elektr yo'q, suv tanqis, oziq-ovqat narxlari osmonga chiqdi. Korrupsiya avj oldi, xavfsizlik bo'lsa yo'q. Ko'chalarda qurollangan to'dalarning bemalol harakatlanishi, odam o'g'irlash, o'ldirishlar ko'paydi. Markaziy hukumat bu hududni nazorat qilishni deyarli to'xtatdi. Bunga javoban druzlar o'zlarini himoya qilish uchun militsiyalar tuza boshladi. Ulardan eng mashhuri Man of Dignity, ya'ni qadr-qimmat odamlari harakati bo'lib, ular hukumat kuchlarini viloyatdan chiqarishni, avtonom boshqaruvni va mahalliy xavfsizlikni o'zlarini ta'minlashni talab qilishmoqda. Bu harakat bilan hukumat o'rtasida bir necha bor to'qnashuv ham bo'ldi. Ayrim holatlarda Assadga sodiq kuchlar druz aholisiga qarshi kuch ishlatgan, o'nlab tinch fuqarolar halok bo'lgan. Shu fon ostida g'aroyib bir holat yuz bermoqda. Ayrim druzlar Isroilga mehr bilan qaray boshladi. Isroil ko'p yillar davomida dushman davlat sifatida targ'ib qilingan mamlakat, ammo bugun ba'zi druzlar uni qarindosh, himoyachi sifatida ko'rmoqda. Sababi shuki, Isroil hududida ham katta druz jamoasi yashaydi. Ular Isroil fuqaroligiga ega, harbiy xizmatda qatnashadi, siyosiy lavozimlarga saylanadi. Bu Isroil druzlari Suriyadagi qarindoshlarini unutgani yo'q. Ular yordam so'rovlari bilan chiqmoqda, moliyaviy va axboriy ko'mak ko'rsatmoqda. Isroil hukumati esa druzlarni ekstremistik guruhlardan himoya qilishga tayyorligini bildirgan. Bu holat Suriyadagi siyosiy murakkablikni yanada chigallashtirmoqda. Shu sababdan ham Suriyadagi druzlar bugun Yaqin Sharqdagi eng jiddiy siyosiy kuchlardan biriga aylanmoqda. Ularning og'riqli savollari: hukumat nima uchun bizni unutdi? Nega biz xavfsizlik, ishsiz, umidsiz yashashimiz kerak? Va agar nega hech kim yordam bermasa, nega o'zimiz yo'l tanlamasligimiz kerak? Bu savollar nafaqat Suriyaning, balki butun mintaqaning kelajagiga ta'sir qiluvchi savollardir. Chunki ular faqat druzlarga emas, butun zulm ostida qolgan jamoalarga tegishli bo'lishi mumkin. Turkiya-Isroil munosabatlari qulash arafasida yangi front ochilyaptimi? Turkiya va Isroil o'rtasidagi munosabatlar so'nggi 10 yillikdagi eng past darajaga yetgan. Har ikki davlat ilgari savdo, mudofaa va razvedka sohalarida yaqin hamkor bo'lgan bo'lsa-da, bugun ularning yo'llari tobora farqlanmoqda. Bunga sabab Suriyada shakllanayotgan yangi geosiyosiy muvozanatdir. Anqara kuchli, markazlashgan Suriyani qo'llab-quvvatlaydi. Bu orqali u mintaqadagi beqarorlik, ayniqsa kurd separatist kuchlarining kuchayishining oldini olishni istaydi. Turkiya shuningdek Isroilning G'azo sektoridagi harakatlarini qoralab, ularni mintaqaviy barqarorlikka tahdid sifatida ko'rmoqda.
Rasmiy doiralarda agar Isroil kelgusida Eron bilan urushdan so'ng yangi nishon izlaydigan bo'lsa, bu Turkiya bo'lishi mumkin degan xavotir mavjud. Isroil esa Turkiyaning mintaqadagi ta'siridan, ayniqsa Hamas bilan aloqalari va Suriyadagi harbiy faolligidan xavotirda. Ko'plab isroillik siyosatchilar Turkiyani tobora ko'proq strategik tahdid sifatida ko'ra boshladi. Ular Suriyani zaif va bo'linib ketgan holatda saqlash Isroil uchun xavfsizroq deb hisoblashadi. Bu mojaro har ikki mamlakatda ichki siyosiy maqsadlarga xizmat qilmoqda. Rasmiylar tashqi tahdid obrazini yaratish orqali ichki noroziliklarni chalg'itmoqchi, aholini safarbar qilishga urinyapti. Mutaxassislarning fikricha, agar AQSh bu ikki asosiy hamkori o'rtasida vositachilik qilmasa, ziddiyat chuqurlashishda davom etadi. Ammo AQSh aralashuvi bilan Suriyadagi vaziyat ikki tomonlama muloqot uchun imkoniyat eshigini ochishi mumkin. Bu biznes. Peskov Ukrainaga qurol yetkazib berishning yangi sxemasiga izoh berdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskov AQShning Ukrainaga qurol yetkazib berish bo'yicha yangi sxemasi haqida gapirib, bu biznes ekanligini ta'kidladi. Bu biznes yetkazib berish bungacha ham bor edi. Ularni hech kim to'xtatmadi. Gap ularga kim to'lashida xolos, dedi Peskov jurnalistning AQSh prezidenti Donald Trampning Ukrainaga qurol yetkazib berish uchun Yevropaga qurol sotish qarorini Kreml qanday baholayotgani haqidagi savoliga javoban. O'zidan oldingi prezident Jo Baydenni Ukrainaga ko'p milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatgani uchun bir necha bor tanqid qilgan Tramp dushanba kuni Kiyevga NATO ittifoqchilari orqali qurol yetkazib berishning yangi sxemasini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Yevropa mamlakatlariga milliardlab dollarlik yirik qurol-yarog' partiyasini, jumladan raketalar, havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'q-dorilarni sotadi. Shundan so'ng ittifoqchilar ularni Ukrainaga o'tkazadi va amerikalik ishlab chiqaruvchilardan yangi xaridlar hisobiga o'z zaxiralarini to'ldiradi. Trampning ta'kidlashicha, sxema to'liq kelishilgan va yaqin kelajakda NATO mamlakatlari mablag'lari yordamida amalga oshiriladi. Tojikiston Ro'g'un gaz elektr energiyasini O'zbekistonga 20 yil davomida yetkazib beradi. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida muhim energetik hamkorlik bitimi imzolandi. Unga ko'ra, Tojikistonning eng yirik energetik loyihalaridan biri Ro'g'un gidroelektr stansiyasi orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi O'zbekistonga 20 yil davomida eksport qilinadi. Bitimning asosiy shartlari quyidagicha: elektr narxi 1 kilovatt-soat elektr energiyasi uchun narx 3.4 AQSh senti etib belgilangan, ya'ni o'zbek so'miga hisoblanganda 500 so'm atrofida. Narx indensifikatsiyasi: elektr narxi har yili 1% ga oshiriladi, ammo bu jarayon 2-yildan boshlab amalga oshiriladi. Yetkazib berish tartibi: elektr energiyasi ikki tomonlama kelishilgan jadval asosida yetkazib beriladi. Bunda asosiy e'tibor elektr tanqisligi kuzatiladigan soatlarga qaratiladi, ya'ni energiya asosan eng zarur vaqtlarda yuboriladi. Bitim muddati: hamkorlik shartnomasi 20 yilga mo'ljallangan. Agar tomonlar muddat tugashidan 6 oy oldin uni bekor qilish niyatida ekanini bildirmasa, shartnoma yana avtomatik tarzda 10 yilga uzayadi. Geosiyosiy va iqtisodiy ahamiyati: bu bitim ikki davlat o'rtasidagi energetika sohasidagi ishonchli va uzoq muddatli hamkorlikni anglatadi. Ayniqsa O'zbekiston uchun bu kelishuv qish mavsumidagi elektr taqchilligini yengillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga Tojikiston uchun Ro'g'un gaz orqali eksportdan doimiy daromad manbai yaratilmoqda. Shuningdek, bu hamkorlik Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi integratsiyani chuqurlashtirish va mintaqaviy energetik xavfsizlikni mustahkamlash yo'lida yana bir muhim qadam sifatida qaralmoqda. Xitoy, Shimoliy Koreya va Rossiya Ikkinchi jahon urushidan keyingi eng katta xavf. Yaponiya mudofaa rasmiysi ogohlantirdi. Yaponiyaning mudofaa masalalari bo'yicha yuqori martabali rasmiysi Gen Nakatani jahon hamjamiyatini ogohlantirib, Sharqiy Osiyoda yuzaga kelayotgan xavfli harbiy muhit haqida bayonot berdi. Unga ko'ra, Yaponiya bugungi kunda Ikkinchi jahon urushidan beri kuzatilmagan darajadagi strategik tahdidga duch kelmoqda. Nakatani o'z bayonotida Yaponiyaning asosiy xavotirlari 3 ta davlatga qaratilganini aytib o'tdi: Xitoy, Shimoliy Koreya va Rossiya. Ushbu 3 davlat mintaqaviy harbiy faollikni oshirayotgan bo'lib, Yaponiya va boshqa Osiyo Tinch okeani mamlakatlari uchun bevosita tahdid manbai bo'lib qolmoqda. Xitoyning harbiy faoliyati, ayniqsa Tayvan yaqinidagi doimiy harbiy mashg'ulotlari va dengiz kuchlarining kengayishi Yaponiya uchun eng katta strategik tahdidga aylangan. Biz ushbu vaziyatni jiddiy baholayapmiz, dedi u. Nakatani Shimoliy Koreyaning so'nggi yillarda yadro sinovlari va ballistik raketa uchirishlari orqali mintaqadagi beqarorlikni kuchaytirayotganini ta'kidladi. Yaponiya hukumatining fikricha, Pxenyanning tajovuzkor harakatlari nafaqat Yaponiyaga, balki butun mintaqa tinchligiga putur yetkazmoqda. Shuningdek, Rossiyaning Osiyo Tinch
okeani mintaqasida, xususan Yapon dengizi va Kuril orollari atrofidagi harbiy faolligi ham xavotir uyg'otmoqda. Nakatani Rossiya bilan davom etayotgan hududiy bahslar fonida harbiy mashg'ulotlar va kuch ko'rsatish siyosati Yaponiya mudofaa tizimi uchun yana bir og'ir bosim ekanini aytdi. Gen Nakatani Yaponiya hukumati mintaqaviy tahdidlarga javoban milliy mudofaa salohiyatini oshirishga qat'iy bel bog'laganini bildirdi. Harbiy byudjetni ko'paytirish, zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlangan qurolli kuchlarni rivojlantirish va AQSh bilan xavfsizlik ittifoqini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Yaponiya rasmiylarining so'nggi bayonotlari mintaqada xavfsizlik vaziyatini tobora murakkablashib borayotganidan darak bermoqda. Xitoy, Shimoliy Koreya va Rossiyaning harbiy harakatlari Yaponiya uchun tarixiy nuqtai nazardan eng jiddiy tahdid sifatida baholanmoqda. Iroqda savdo markazidagi yong'inda 50 ga yaqin odam halok bo'ldi. Video. Iroqning Quds shahridagi savdo markazida yuz bergan yirik yong'in oqibatida 50 ga yaqin kishi halok bo'ldi. Mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Bu haqda BBC xabar berdi. 5 qavatli savdo markazini bir kechada olov qamrab olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodan o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etishga urinayotganini ko'rish mumkin. Yong'in yuz bergan obyekt atigi 5 kun oldin ochilgani ma'lum bo'lgan. Muxbirlar kasalxonada kuyib ketgan jasadlarni ko'rganini aytmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in birinchi qavatdan boshlangan. Hodisaga nima sabab bo'lgani noma'lum. Tekshiruv natijalari 48 soat ichida e'lon qilinishi mumkin. Yong'in oqibatida 50 ga yaqin odam, jumladan erkaklar, ayollar va bolalar halok bo'ldi. Mahalliy hokimiyat savdo markazi egasiga, shuningdek barcha aloqadorlarga qarshi da'vo qo'zg'atishni boshladi. Vakolatli organlar yong'in sabablarini o'rganishni davom ettirmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.